Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Flutter'dagi stateful widget haqida gaplashamiz. Bu videoni ko'rgandan keyin, xudo xolasa, stateful widget siz uchun oddiy bir widgetga aylanib qoladi. Ya'ni bundagi stateful widgetdagi funksiyalar qanday ishlaydi va state'ni o'zi nima, bular haqida xudo xolasa bu videoda o'rganib olasiz. Qani bo'lmasam boshladik. Avval bu yerdagi o'ng tarafda ekranda ko'rib turganingiz mana bu приложение haqida gaplashamiz. Ya'ni qisqagina bitta test приложение. Bu yer buni ikkita ekrani bor. Birinchisi screen 1, hozir ko'rib turganingiz bu stateless widget. Ko'rib turganingizdek app bar bor va o'rtada bitta elevated button bor, ya'ni tugmacha bor. Bu tugmachani bosganimizda navigatordan foydalanib screen 2 ga olib o'tamiz. Ya'ni bosamiz, mana screen 2 ga o'tdik. Bu screen 2 widgetimiz mana pastda bu yoqda screen 2 bu stateful widget. Bu stateful widgetimizni ichida app bar turibdi, ya'ni screen 2 deganimiz orqaga qaytadigan tugmacha ham bor va count text widgetimiz bor. Bu ham stateful widget. Buni yaratganmiz. Buni ham ko'rsataman hozir. Bu o'rtadagi mana bu 0 turgan text va bitta floating action button. Bu ham bitta tugmacha. Buni har safar mana buni bosganimizda mana bu o'rtadagi text o'zgaradi qiymatini, ya'ni bittaga oshirib boradi. Bu increment funksiyamiz pastda yaratilgan. Har bosilganda state'ni yangilaydi, ya'ni set state funksiyasidan foydalanib va countni bittaga oshiradi. Count plus plus. Buni count plus plusni mabodo tushunmagan bo'lsangiz, bu count teng count plus 1 ga. Mana shu bilan hozirgi yozganimizni ma'nosi bir xil. Xo'p, mana buni bosib ko'rishimiz mumkin. Mana bir xil vazifani bajaradi. Xo'p, buni qaytarib plus plus qilib qo'yamiz. Endi bizda mana bu aytgan count text widgetim bor. Buni ham stateful widget deb yaratib oldim. Sababi bir qancha stateful widgetning funksiyalari alohida mana shunaqa widgetni ajratib olishimizga majbur qildi, chunki tushuntirishga oson bo'ladi. Xo'p, bu yoqqa kelamizda count text widgetimiz mana bu ham stateful widget. Buni ichida o'sha siz ko'pincha ko'radigan stateful widgetning o'zini funksiyalari bor. Bular built in, ya'ni ichida o'sha bizga allaqachon yaratib qo'yilgan funksiyalar. Init state bor, did change dependencies, did update widget, dispose. Bularni juda ko'p siz kod, ya'ni proyekt bilan ishlaganingizda bulardan foydalanasiz. Xo'p, bu yoqda o'sha countni uzatganmiz. Countni bu yerda mana bu 12 turganini oddiy text bilan ko'rsatyapmiz. Mana bu yerda demak countni biz uzatganmiz. Xo'p, qani bo'lmasam stateful widget haqida suhbatimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda mana screen 2 dan boshlaylik. Bu yerda ko'rib turibsiz, stateful widget ikki qismga bo'linadi. Birinchisi widget class hisoblanadi, ya'ni ikkita klassdan tashkil topgan stateful widgetimiz. Birinchisi widget class, ikkinchisi esa state class hisoblanadi. Widget klassimiz asosan konfiguratsiya uchun bo'ladi, ya'ni o'sha har xil parametrlarni boshqa ekrandan mana shu turgan ekraningizga yoki bitta widgetdan boshqa widgetga o'tkazganda har xil fieldlar orqali argument valuelarni o'tkazasiz. Ana shunda ishlatiladi. Ham shu joyga qo'yishingiz mumkin. Xullas, widgetning konfiguratsiyasi hammasi mana shu widget klassning ichida yotadi. Va buning ichida eng muhim funksiyasi bor, metodi bor, bu create state hisoblanadi. Bu create state'imiz bizga aynan ikkinchi widget, stateful widgetning ikkinchi qismini, ya'ni state klassimizni yaratish uchun yordam beradi. Va mana bu qismi tushunarli bo'ldi. Endi ikkinchi qismimiz bu yog'i state qismi. State qismida bizni asosiy UI kodimiz yotadi. Bu yerda o'sha barcha UI da ekranda chiqaradigan kodimiz, kodini barchasini shu yerda widgetlarni yaratib yozib boramiz. Xo'p, birinchi navbatda ko'rib turibsiz, keling bir set state haqida gaplashamiz. Set state bu nima? Set state qachonki bu set state funksiyasini chaqirganingizda, bu stateful widgetning o'zini funksiyasi, qachonki siz set state'ni chaqirganingizda ekrandagi, ya'ni oxirgi o'zgarishlarni ekranda ko'rsatadi. Ekrandagi widgetlarni qaytadan quradi. Buni qanday qilib qiladi? Set state'ni chaqirganingizda mana bu build metodi bor. Build method set state har safar o'zgarganda, ya'ni set state chaqirilganda mana shu build method chaqirilib, buni ichidagi demak widgetlar bizni oxirgi o'zgarishlarimizga asoslanib UI da chiqadi, ya'ni UI boshqatdan chizib chiqiladi. Mana shu demak set state shunaqa ishlaydi. Build metodi bor, demak state'ning ichida build metodi ana shu set state bilan birgalikda ishlaydi desak bo'ladi. Xo'p, endi biz asosiy qismini bu yoqqa o'tamiz. Count textimiz ham xuddi shunaqa stateful widget. Mana e'tibor bering. Count text widgetimiz stateful widget va bu yerda biz o'sha aytganimizdek konfiguratsiyalar bo'ladi dedik. Fieldlar orqali valuelar o'tkazamiz dedik, propertylari. Mana shu joyda count turibdi masalan. Countni biz u yoqdan olib o'tganmiz. Ya'ni count text widgetimizga mana bu screen 2 dagi
mana bu countni mana shunga uzatganmiz. Mana count text widget bu countimiz bu yoqda har safar set state chaqirilganda count o'zgaryapti. Xuddi shuni biz count text widgetga uzatyapmiz. Count text widgetimizning ichida o'sha yuqorida aytib o'tganimdek bir xil ikkita klassdan tashkil topgan widget class va state class. State classning ichida mana eng ko'p ishlatiladigan, eng ko'p siz ko'radigan birinchi funksiya init state. Init state nima? Init state'imiz bu widget birinchi marta ana shu widget yaratilganda, ana shu ekranga o'tganimizda deylik, masalan, shu ekranga birinchi marta o'tganingizdayoq, shu widgetingiz stateful widget yaratilishi bilanoq, shu class yaratilishi bilanoq init state chaqiriladi. Mana misol uchun keling, bitta log qilamiz bu yerda. Log deb turib, masalan, init state'ni qo'yamiz. Init state chaqirildi deymiz. Chaqirildi. Xo'p, buni shunchaki init state demaylikda, mana count text deymiz. Count text mana shu hozir biz ekranga o'tganimizda mana shu chaqirilishi kerak. Qaytamiz orqaga. Birinchi konsolni ochib olamiz, debug console, ko'rib turibsiz, tozalab olamizda, ekranga o'tamiz. E'tibor bering, hozirgi yozgan tekstimiz mana. Ozgina katta qiladigan bo'lsam, mana count text widget init state chaqirildi. Kechiraytiramiz qaytarib, hozirgi xuddi shu init state'ni olib bu yoqqa chiqishimiz mumkin-da. Mana bu joyda ham masalan screen 2 miz turibdi mana. Xuddi shuning ichida state classni ichida init state'ni qo'yishimiz mumkin bu yerga ham. Endi bu count text widget emas, balki screen 2 bo'ladi bu. Mana screen 2 ni ham qo'ydik. Init state'ni ham screen 2 widgetni ichida chaqiryapmiz, ham mana bu count text widgetni ichida chaqiryapmiz. Saqlanib qildim, chiqib ketdik. Mana ochaman. E'tibor bering. Mana bu yoqda ozgina katta qiladigan bo'lsam, screen 2 deyapti, init state chaqirildi, count text widget init state chaqirildi. Mana endi siz xohlaganingizcha buni anaqa qilishingiz mumkin, yangilashingiz mumkin ekranni. Mana buni xohlagancha yangilasangiz ham mana bu ozgina kichraytirib olamiz yana qaytarib. Xo'p. Mana bu build method qayta chaqirilishi mumkin. Har safar siz o'sha set state'ni chaqirganingizda, ya'ni UI ni update qilganingizda mana bu build method ko'p chaqiriladi. Mana buni misol uchun isboti keling. Print emas, balki logdan foydalanaylik. Log deb turib, masalan, aytamizda count text deylik, count text build chaqirildi deymiz. Chaqirildi. Mana saqlanib qilamiz. E'tibor bering. Mana o'sha saqlanib qilishim bilan build chaqirildi deyapti. Bitta tozalab olamizda, chiqamiz ekrandan, qayta ekranga kiramiz. E'tibor bering, bu yoqda screen 2 deyapti, init state chaqirildi. Count text widget init state chaqirildi. Yana count text widget deyapti-da, bu yerda build chaqirildi deyapti. Xo'p, misol uchun keling endi update qilamiz. Ya'ni set state ni call qilamiz. Bosamiz buttonni, mana bu buttonni bosamiz. E'tibor bering. Ko'ryapsizmi? 11 marta chaqirildi. Lekin mana bu init state'imiz faqatgina 1 marta chaqirildi. UI update bo'lsa ham widgetimizdagi init state faqatgina ana shu widgetni umri davomida 1 martagina chaqiriladi xolos. Tushunyapsizmi? 1 marta chaqiriladi. Mana update qilganingiz bilan build qayta chaqirilyapti, qayta build chaqirilyapti. Mana bu qism boshqatdan qurilyapti, lekin init state chaqirilmayapti. Bu tushunarli. Endi ikkinchi eng osonlardan bittasi dispose metodimiz bor. Adashmasam tepada bor edi mana. Dispose metodimiz qachon chaqiriladi? Buni mana yerda log qilamizda. Log qilib, keling men bu GitHub Copilotni o'chirib qo'yay. Xo'p. Dispose chaqirildi deb yozing. Mana count text dispose chaqirildi. Endi orqaga qaytamiz. Bu yerni o'chirib tashlaymizda. E'tibor bering. Ekranga kirdim. Kirganimda birinchi bo'lib init state chaqirildi. Keling bittasini o'chirib qo'yaylik init state'ni. Bizga tushunish qayta init state chiqmasin-da mana. Screen 2 dagi init state'ni olib tashladim. Orqaga qaytaman. Boshqatdan mana. Hozir faqatgina mana shu count text widget stateful widget o'zi bilan ishlaymiz, chunki hamma funksiyalarimiz uning ichida bor. Ochamiz, qarang. Ikkinchi ekranga o'taman birinchi ekrandan. O'tishim bilan e'tibor bering, count text widget deyapti. Init state chaqirildi. Xo'p, count text widgetimiz build chaqirildi deyapti. Endi e'tibor bering. Mana state'ni, ya'ni UI ni update qilsam, yangilasam, state o'zgaryapti. Count text widget build chaqirildi. Aytgancha, state nima degan sizda savol bo'lishi mumkin. Buni boshda tushuntirib bermanman. State bu
Oddiy qilib aytganda, mana shu widgetni umri davomida, ana shu sizni widgetingizni umri davomida ishlayotgan vaqtda o'zgarishi mumkin bo'lgan data, ma'lumot. Ana shu state hisoblanadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'zgaruvchan ma'lumot desak bo'ladi. O'zgaruvchan ma'lumot qaysiki ana shu siz yaratgan widgetingizni umri davomida. Widgetni umri deganimizda ana shu widget yaratilgandan to buzilib ketgungacha bo'lgan vaqt. Tushunyapsizmi? O'zbekchada shunaqa bo'ladi. Maksimal darajada tushuntirishga harakat qildim. Endi ingliz tilida o'zini terminlar bor tushuntiradigan, lekin o'zbek tilida shunaqa aytamiz. Xo'p. Endi bizda haligi dispose bor-da. Hozir dispose qani? Mana dispose metodimiz count text widget dispose chaqirildi. Hozir buni orqaga qaytib ko'ramiz. Qarang, ekrandan chiqib ketamiz. Ekrandan chiqib ketdi degani hozirgi mana bu count text widgetimiz, ya'ni stateful widgetimiz buzilib ketish kerak, ya'ni yo'q bo'lish kerak. Qaytamiz orqaga. E'tibor bering, nima deyapti? Count text widget dispose chaqirildi deyapti. Mana hozir qaytib kirsam ekranga, dispose chaqirilmaydi, lekin init state chaqirildi, orqasidan build chaqirildi. Mana qayta bossam build chaqiriladi, dispose ishlamaydi. Ekrandan chiqib ketishim bilan ozginadan keyin e'tibor bering, dispose chaqirildi deyapti. Ya'ni dispose ekran buzilib ketdi. Widgetlarimiz polni buzildi, shuning uchun dispose chaqirildi. Dispose bu widgetni polностью o'sha widget treedan olib tashlaydi. Tushunarli-a? Xo'p, endi buni tozalaymiz, ozgina kichinaytiramiz yana orqaga. Kodlarimiz yaxshiroq ko'rinsin. Xo'p, endi dispose bo'ldi. Endi bizda did change dependencies deganimiz bor. Bu qachon chaqiriladi? Did change dependencies bu qachonki init state chaqirilganda, init state chaqirilsa orqasidan srazi did change dependencies chaqiriladi. Bu bizga qachon kerak? Asosan ko'pincha bunaqa funksiyalarimiz bor, metodlarimiz bor. Ya'ni media query deymiz of context. Context deb turib, masalan, aytaylik, nuqta size deyishimiz mumkin. Men bu holatda, ya'ni shu ekranni device ishlayotgan, masalan, mana shu telefon bo'lsa, shu simulatormi, mana shuni size-ni, balandligi, kengligini olishimiz uchun har xil shu device haqida, device kengligi haqida ma'lumot olganimizda, kattaligi haqida size dan foydalanamiz. Shu sizga bu build qismi, widgetingizni build qismidan tashqarida maksimal daraja erta kerakmi sizga? Ana shunda mana shu did change dependencies dan foydalansangiz bo'ladi. Shuni ichiga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Yoki theme deganimiz bor, theme of context. Ko'pincha context kerak bo'ladi builddan tashqarida, maksimal darajada ertaroq. Ana shunda contekstdan foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun bunda ham theme deb turib, aytaylik, text theme deyishingiz mumkin. Theme kerak bo'lganda. Mana shunaqa holatlarda ishlatamiz. Mana keling, buni chaqirilish vaqtini ko'ramiz. Log deymizda. Hop, bu ham count text widget deymiz. Shu widgetimiz edi. Endi did change dependencies aytishimiz mumkin, chaqirildi. Saqlanib qilamiz. Tozalaymiz konsolimizni, kiramiz. Ekranga kirganimda e'tibor bering. Birinchi navbatda init state chaqirildi deyapti. Ikkinchisi did change dependencies chaqirildi. Uchinchisi esa build chaqirildi deyapti. Ko'ryapsizlar ketma-ketligini. Birinchi init state, orqasidan sraz did change dependencies va undan keyin build. Mana ozgina katta qilishim ham mumkin. Init state, did change dependencies, keyin build funksiyalarimiz chaqirilyapti. Bu tushunarli bo'ldi. Endi bizdagi mana bu did update widgetimiz bor. Mana shu qachon chaqiriladi va qachon kerak bizga. Bu did update widgetimiz qachonki mana shu sizni hozirgi widgetingiz, mana count text widget bo'lsa, shu widgetni o'rab turgan widget, ona widget deylik, ota widget deysizmi? Ya'ni shu widgetni o'rab turgan widgetni konfiguratsiyalar o'zgarganda, biror narsasi o'zgarganda, ya'ni mana shu widgetga bog'liq bo'lgan narsasi o'zgarganda, mana shu did update widget chaqiriladi. Masalan, keling bu yerda ko'pincha oldingi eski, mana bu yerda old widget deb yozib qo'yibdi. Old widget bilan eski widget bilan yangi widgetni solishtirish uchun ishlatishimiz mumkin buni. Avvalgi state bilan, oldingi holat bilan hozirgi yangi o'zgargan holatini bir-biriga solishtirib, ana shunga asoslanib qandaydir biror bir logika qilsak bo'ladi. Masalan, keling, log deymizda qachon bu chaqiriladi, buni ko'rsatamiz. Xo'p, buni ham nomini count text widget deylik. O'zi bu kerak emas u. Mayli, endi qo'yamiz, hammasiga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, bu endi did update widget edi. Did update widget deymiz, chaqirildi. Saqlanib qilamiz. Hop,
orqaga qaytamiz. E'tibor bering, bu yerni tozalaymiz. Kiramiz endi. Ketma-ketlikka e'tibor bering. Birinchi init state chaqirilyapti, keyin did change dependencies chaqirilyapti, keyin build chaqirilyapti. Hali did update widget chaqirilmadi. Sabab parent widget, ya'ni parent widgetimiz qaysi? Ya'ni ona yoki ota widgetimiz qaysi? Bu contextni o'rab turgan widgetimiz mana bu screen 2 widgetimiz. Ana shu widgetimizda hech nima o'zgarmadi hali. O'zini default value'lar turibdi. Endi qarang, o'zgartirib ko'ramiz. E'tibor beramiz. Mana hozir 3 tasi chaqirildi. Biroz katta qilib olaman. Endi keyin state ni o'zgartiramiz. Bitta bosim set state chaqirildi. Sirazi e'tibor bering. Did update widget chaqirildi mana. Keyin orqasidan sirazi build chaqirildi. Chunki hozir biz oldingi, mana biz ekranimizni, screen 2 ekranimizni oldingi holati 0 bo'lsa, hozir buni 1 ga o'zgartirdi, ya'ni UI o'zgardi. Yana bitta bosib ko'radigan bo'lsak, sirazi yana did update widget chaqirilyapti. Tushunyapsiz-a? Demak, bu yerda qachonki sizni widgetingizni o'rab turgan widget, ya'ni ona widget yoki ota widget deydigan bo'lsak, parent widget deb aytamiz ingliz tilida. Shu parent widget o'zgarganda, agar o'sha o'zgarish, ya'ni parent widget o'zgardimi, ana shunda bu widgetni biz eski holati bilan yangi holatni solishtirib biror bir ish qilishimiz mumkin, biror bir o'zgarish qilishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, keyin bitta misol uchun if deymizda, old widget deb turib, old widgetni count borida, keyin shu ikkitasini print qilib ko'ramiz. Asli, menimcha tushunishga osonroq bo'lish uchun. Xo'p, old widgetda log qilamiz. Log qilib ana qilamizda, tak. Bu old widget. Mana old widget deymiz. Xo'p. Copy paste qilaman-da pastiga. Endi buni old emas, ikkinchisini new widget qilamiz. Endi buni old widget emas, balki widgetni o'zi bilan countga access qilamiz. Saqlanib qilamiz. Orqaga qaytamizda buni tozalab tashlab boshidan kiramiz. E'tibor bering, hozircha update widget chaqirilmadi bu yoqda. Mana update widget yo'q, faqat init state, did change dependencies, build chaqirildi. Endi chaqiramiz. Did update widget chaqirildi. E'tibor bering, old widget eski holatda 0 edi, endi new widgetda 1 bo'ldi. Sabab bu yerda biz o'zgartirdik. Yana chaqiradigan bo'lsak, xuddi shu holatda old widget 1, new widget 2 bo'ldi. Qachonki sizda shunaqa property yoki o'sha valuelar narigi parent widgetdan kelayotgan har xil informatsiyalar o'zgarganda, ana shu o'zgarishga asoslanib biror nima qilmoqchi bo'lsangiz, shunda sizga mana shu did update widget kerak bo'ladi. Agar parent widgetda hech nima o'zgarmasa, bu did update widget chaqirilmaydi. Tushunarli bo'ldi? Umid qilamanki, bu sizga foydali bo'ldi. Agar birorta sizga tushunarsiz bo'lgan narsa bo'lsa yoki men biror nimani tushuntirishda aytaylik unutib qo'ygan bo'lsam yoki biror nimani tushirib qoldirgan bo'lsam, kommentda albatta yozib qoldirishingiz mumkin. Sizga shunaqa videolar qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang va albatta bu videoga like bosib, sizni Flutter dasturchilaringiz bo'lsa, bu narsani jo'natib qo'ying. Chunki bu stateful widgetni yaxshilab tushunib olish, aynan mana shu funksiyalarini yaxshilab bilib olish sizni Flutter developmentingizni anchagina osonlashtiradi va ko'pgina buglardan sizni uzoqda qiladi.